Bir ayol o'zini 18 yillik turmushini aytadi-da va erini qilgan holatini aytadi. Qanaqa desa, 18 yil davomida u ayol eriga doim shirin ovqat tayyorlab bergan. Va bir marta ayoli erini sinashlik uchun ta'msiz ovqat tayyorlagan. Ya'ni bemaza, ovqatini ham bemaza qilgan, salati, boshqa hamma narsasi, qovurilgan narsasi kuygan va eri taomga o'tirgan paytda eri taomlangan va hech nima demagan. Ayol bundan hayron qolgan. Va undan keyin ayol nima bo'lganini tushunmasdan hamma, ya'ni narsalarni yig'ishtirib, yuvishga olib yuvib tursa, orqasiga eri kelgan. Orqasiga eri kelib, ya'ni yelkasiga urgan. Shunda ayol qaragan, er bag'riga bosganda, u ayolning peshonasidan urib qo'ygan. Nimaga bunaqa qildingiz? Men axir ta'msiz narsa tayyorladim-ku desa, eri aytganki, sen xuddiki yangi kelinchaklar kabi, ya'ni yangi turmush qurgan ayollar kabi ovqat tayyorlading. Men ham yangi turmush qurgan ayollarga qilgan munosabatni senga qildim, deydi. Ya'ni oilani buzilishligi yoki saqlanib qolishiga, ya'ni muammoni katta qilish yoki kichkina qilishlik o'zimizga bog'liq narsa. Shuni ya'ni bilinsa, oilalar buzilishi kamroq bo'ladi.